Bizdachi yo'q mashinani o'zi yo'q-da. Esingizda bo'lsa yashil rang Xiaomi U7 Max sotgan edik. Xuddi o'shani kopiyasi, ukasi. Bu Su7 Max emas. Mana shu mashina sizlarga qiziq bo'lsa, obzorini qo'yaman xudo xolisa. Qarang faralarini. Neobичный qilib ishlangan. Diskalari ham takoy Ferrari'larnikiga o'xshashib ketadi. Supportlariga e'tibor beringlar. Tormoz lekin nerealni kuchli ishlaydi bo'ladi. Sababi mashina juda tez. Taxminan 3 sekundlarda 100 ga qo'zg'aladi. Oldidan bitta ko'ringlar, salon umuman ko'rinmas ekan. Katta liderlari bor. Chista sportivniy mashina. Buni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi postda albatta kuzatinglar. Videoga iloji bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 10 mingta like qilinglar, mana shu mashinani obzorini qilaman, narx-navosi bilan sizlarga qo'yib beraman. Maksimal поддержкада to'xtamanglar jigga. Sababi sizlarni bosayotgan laykinglar bizani kontentimizni rivojlanishi uchun ancha hissa qo'shgan bo'ladi. O'shaning uchun bosib tashlaylar, ayamanglar. Mashina olsang portaftidan ol, bo'lmasa vaqt olma, sog' bo'lasizlar.